Barelyef bu haykaltaroshlik san'atining bir turi bo'lib, tasvirlar devor yoki sathdan kamgina bo'rtib chiqqan holatda ishlanadi. Dunyo dizaynida qo'l mehnatiga bo'lgan e'tibor yanada kuchayayotgan bir paytda ushbu nozik san'at turidan yurtimiz hunarmandlari ham samarali foydalanishmoqda. Muxbirimiz usta hunarmandlar mahoratiga razm soldi. Bugun dunyo juda tez. Tasvirlar bir tugma bilan yaratiladi va xuddi shunday tez unutiladi. Ammo shunday san'at borki, u shoshilmaydi. Barelyef bu usta qo'li ostida tug'iladigan san'at turi. Bu yerda har bir chiziq vaqt, har bir bo'rtma sabr bilan o'lchanadi. Bugun interyer dizaynida devoriy bezaklar nafaqat rang va bo'ylar bilan, balki badiiy san'at asariga yetgan kompozitsiyalar bilan ham ishlanmoqda. Ulardan biri barelyef, ya'ni bo'rtma uslubda ishlangan badiiy kompozitsiyalar. Barelyef insoniyat tarixidagi eng qadimiy san'at turlaridan biri. Qadimgi Misr ibodatxonalari, Yunon va Rim me'morchiligida devorlar aynan bo'rtma tasvirlar orqali so'zlagan. Bu san'at nafaqat bezak, balki tarixni saqlab qolish vositasi hisoblangan. Markaziy Osiyo hududlarida ham barelyef an'analari qadimdan mavjud. Afrosiyob va Raxsha saroyi, Termiz yodgorliklarida uchraydigan bo'rtma bezaklar buning yaqqol dalilidir. Sharq me'morchiligida bu san'at ko'proq ganchkorlik va naqshlar orqali rivojlangan. Barelyef bu oddiy devor emas. Devor yuzasida bo'rtib chiqqan har bir shakl o'zida tarix, tasavvur va mehnat mujassam etadi. U haykaltaroshlik san'atining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda tasvirlar tekis sirt fonidan qisman bo'rtib chiqib ishlanadi. Qadimdan me'morchilik va bezak san'atida qo'llanilib kelingan bo'lsa, bugun u zamonaviy interyerlarda ham keng foydalanilmoqda. Ijodkorlarning so'zlariga ko'ra, barelyef yaratish jarayoni eskiz va kompozitsiya loyihasidan boshlanadi. Har bir detal oldindan o'ylab chiqilib, umumiy g'oya asosida shakllantiriladi. Bu jarayon ustadan aniqlik va badiiy tafakkurni talab etadi. Barelyef san'ati zamonaviy interyer va arxitekturada keng qo'llaniladi. U orqali turar joylar, mehmonxonalar, madaniyat va jamoat binolarida o'ziga xos uslub va estetik qiyofa aks etadi. Barelyef sohasi menga ko'proq qiziqish uyg'otgan, ya'ni undagi detalizatsiya, rasmlarning xuddi tirikday bo'rtib chiqqanligi, qolgan rasmlardan farqi, chiqib xuddi haqiqiyday ko'rinib turadi. Insonga yaxshi kayfiyat beradigan, kayfiyatini ko'taradigan san'at asari hisoblanadi. Barelyef va shu kabi san'at turlari madaniy merosni asrash va milliy an'analarni davom ettirishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy arxitektura va interyerlarda ularning qo'llanilishi esa qo'l mehnatiga bo'lgan e'tiborni yanada oshiradi. Bu kun Aslzoda Rajabboyeva, Shukrullo Qo'chqorov, Toshkent.